Assalomu alaykum Qozog'iston. Bovurlarim cho'tan yaxshimizlar, ülkelar. Ana endi O'zbekiston, assalomu alaykum. Yutdiki, O'zbekiston. Bu bolaning ko'rgan qiyinchiligini men bilaman. Bu orkes stroykalarda ishlab, oilasi uchun o'zini orzularidan kechgan. Orzulari uchun bittagina imkon berganini shu imkoniyatdan foydalanyapti. O'zbekiston O'rta Osiyo padishahligiga kambag'aldi bolasini. Bizlarda bir yomonlik yo'q. Qaysi ko'ra? O'rtadan so'ng harakatga Alloh beradi. Xudo xohlasa natija qilasan. Mana bu nishonlar Xudo xohlasa hech spotdan sovg'a, mana bu Saturndan sovg'a. O'yini hali men senga mashinalar uylar qadarga qilaman ko'ra. Mana yaxshi kunlaringni yasha. Yo'ljon. Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston yangi davr boshlandi. Ikkita yosh avlod mana bu yo'llarimizda turibdi. Eski menga aytsa, assalomu alaykum. O'sha gap kurba yostiqni olib, sekin yo'lda o'sha qo'yasizlar. Gapning o'zida gapni Xudo xolasa tabriklayman. Meni Yitton degan qishlog'im bor. Yigitlarim, do'stlarim kuzatib turibdi hozir bilaman aniq bu narsani. Do'stlarim, rahmat. Padishah turganlaringiz uchun rahmat deyman. Rahmat. У меня вопрос к Сатурну. Я видел, как он плакал после победы Тайсона. Почему? Bo'ydan keyin nima yig'ladi bu? Qaysini g'alabasiga? Xullas, men trambalar bilan ikkinchi bo'yinda g'alaba qozonganimdan keyin bu yoqqa kelishim sal muammo bo'lib qoldi. Lekin juda xohlagandim. Biz har doim xohlagan narsalar cho'ntagimiz bo'shligi sababli doim ba'zi bir to'sqinliklar paydo bo'ladi-da. Bizga akamiz Farruh akam yordam berdi, bilet olib oldik, chaqirib shunchalar xursand bo'ldim. Bu o'g'aynim meni kisam bo'shligida eski kiyimlarim bilan o'sha aktorda g'alaba qozonmasman yonimda aytdi. Bunday yaqin do'stlarni pul, mol, davlat, mansabiga qarab emas, shunchaki yonida bo'lish kerak. Aytdilar, ha qanday ko'z yosh to'kmay bir kambag'alni bolasi g'alaba qozonib, shuncha qiyinchilikdan o'tsa. Buni boshida o'tkazgan kambag'alni bolasi stroykada ishlab, musofirda yurgan yigitlar tushunadi. Ota-onasini sog'inib, bir so'zga musofirdagilar boshlariga omon bo'lsa, men sizlar uchun har doim duo qilganman. Bizlar o'shaga ikkita yigit soddagina kimlar restoranlar ko'rsa, hayajonlanib qoladi. Tumlar mashinalar ko'rsa, bunga chiqib qo'ysa, egas gapirmagan yigit dars davom etadi. Hozir hamma qolaman deyman. O'shaga farzandlarga aytib beraman. Biz qo'ldan kelganini qilamiz va davom etamiz. To'xtab qolish niyati yo'q. Xudo xolasa inshaalloh. Ваш победитель! Узбекский Тай!